Uchastka olganga yarasha mana shunaqa keng mahalladan olsanglar, ertaga to'y hashamda ham qiynalmaysizlar. Xuddi mana shu uchastkalarimizning birinchisi bitganida 3 oy oldin sotgan edik. Hozir egalari maza qilib, duo qilib yashashyapti. Yana bitta proyektimizda qolgan Uchqahramonda yaxshi lokatsiyasidan tayyor podключ uchastka qidirganlar uchun zo'r variant. Biza yangi Darxon mahallasiga kelganmiz. Postdan 1 kilometr o'tganda bo'ladi. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyagacha kelgan joylardan tayyor podключ holatda uchastkani ko'rsatib beramiz. Uchastkamizning maydoni 1.9 sotuv bo'ladi. Yonida 1.5 sotuvrlisi ham bor, ikkalasi ham yaqinda remontdan chiqarilgan. Hovlisini ko'rayotgan bo'lsanglar, burchida letniy kuxna, sanuzel va bu yoqda darvozaxonani ko'rishingiz mumkin. Bitta mashina bemalol sig'adi. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimiz mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi. O'ng qo'lda bizda katta zal, mehmonxona joylashgan. Chap qo'lda bo'lsa biz kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebel texnikalar hammasi Hoffmandan qo'yib qo'yilgan. Va bundan tashqari bitta umumiy sanuzel va kattalar uchun yotoqxonaga ega bo'ladi. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi. Orqa ko'chaga deraza qoldirilgan va 3 ta xonaga ega bo'ladi. 2 ta bolalar yotoqxonasi, o'rtada bitta sanuzel bilan birga va bitta katta razmerda kattalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganlarda uchastkamizda juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan, полностью теплый pol qilingan va radiator tizimini ham isitiladi. Uchastkamizning narxini starti $200,000 deyishyapti.